Hammaga salom qizlar. Hozir sizlar bilan birgalikda mehmonga yotishga ketishga sumka yig'amiz. Da. Anchadan beri shu videoni olgim kelyapti, lekin menda haqiqatda ketayotganimda vaqtim bo'lmay qolyapti, o'shaning uchun ololmayotgandim. Aynan bugun sizlar bilan olamiz. Men o'sha kiyim oldim. No, bu kiyimimni nimasi bo'ladi? Get ready'sini olmadim. Sizlar bilan sumka yig'ishimiz kerak. Ketdik. Yangi olgan men bu oq sumkamni tutmoqchiman. Bu sumkani уже ko'rgansizlar, mana raspakovkamda. Bu jigar ranglari menga sal yoqmayapti, obrazimga tushmayotgandek bo'lyapti, lekin menda boshqa oq sumka variant yo'q. Shuning uchun shuni tutib olaman. Nechta qizlar, to'g'rimi? Bunchaga narsa solishimiz kerak. Ham bu katta-da, qizlar. Qolgan sumkalarim ko'pi kichkina. Unga men bunaqa ko'p narsa sola olmayman. Buni ichini qaranglar, bag'rini, kengligini menikiga o'xshab. Endi biz narsalarni birin-ketin solishni boshlaymiz. Shunaqa ko'ylak ishda olmoqchi edim, lekin o'tda meni kiyimim borligi esimga tushib qoldi. O'tgan safar borganimda ko'ylagimni tashlab kelgandim. O'shaning uchun buni olmaymiz-da. Borganimda o'sha ko'ylakni kiyaman. Buni olamiz. Keyingisiga o'tamiz. Shunaqa to'garagimni kitobi bilan daftarimni olaman. Namuncha to'garagingizni gapiraverasiz demanglar, chunki men to'garakka boryapman, to'garakka. O'sha qichqiribga bormayapman-da. O'shaning uchun faqat shuni gapiraman. Nima qildim mana? Faqat to'garakka borgandan keyin to'garakka gapiraman deb tavba qildim. Xullas, shuni solamiz. Men hali makiyaj qilmadim-da, qizlar. Hozir makiyaj narsalarimni solib qo'yay desam, o'shaning uchun birinchi makiyaj qilib kelamiz. Ketdik. Keyin makiyaj narsalarimni, xuddi narsalarimni hammasini solamiz. Vot qizlar, men makiyajimni qilib oldim. Qaranglar. Qanaqa chiroyli chiqdim. Hozir просто tushim hali qotmadi. Qotgandan keyin mundoq qilaman. O'zi kiprigim qayrilib qoladi. Xullas qizlar, davom etamiz. Menda shunaqa kosmetichka bor, uni kirib ketgan ekan. E'tibor bermaysizlar endi. Kosmetikani yuvish yomon ko'raman, chunki baribir ichiga narsa solgandan keyin, kosmetika solgandan keyin kirib ketaveradi. O'shaning uchun tian va kistichka ikkita men kamroq kosmetika olib, xuddi narsalarimni ham olib olaman-da qizlar. Pudra. Qaranglar, xuddi narsalardan ko'p narsa olmayman. Mana ugri ketkazib degan kremim. Bunaqa losyon. Menga bu yuzimni qurib ketmasligi uchun kerak va shunaqa yog'. Qizlar shoshilib olman. Keyin vot, mana shuni solamiz. Sumkamga. Endi zaryadniga olishim kerak. Hozir zaryadniga olib kelaman. Vot qizlar, zaryadniga olamiz. Atir tanlash kerak qizlar. Atirlarim ko'pini hidi menga uncha yozga yoqolmaydi-da. Eng sevimli atirim. Hamma ko'p videolarimda mana shuni ko'rgansizlar. Febrlik. Vot. Yana nima olishim kerak edi? Ana. Shularni olamiz. Yana nima? Hozir naushnikimni olaman. Video bo'lgandan keyin kiyimim bor. Oyoq kiyim, krossovka kiyib kelsam, tapichka olish kerak edi, to'g'rimi? Tapichka topilar. Ko'p narsa olgim kelmaydi, lekin narsa sumkam to'lib ketaveradi har safar. Bo'ldi. Qizlar, meni sumkam tayyor. Boshqa narsa olmayman. Manini onam kelsa keyin olaman. Hali kelmadi ishdan. Undan keyin pul olib, sumkani taqib ketamiz. Hozir ketishni juda ham yaxshi ko'raman. Vot. Biz jahlim tinmadi. Bu videoni zvachkacha aylaman. Xullas qizlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Men ketdim. Kommentariyaga makiyajingiz yarashdi deb yozib ketinglar, chunki makiyajim bugun menga yoqdi. Da. O'zi sizlarga ko'p makiyaj olmoqchiman. Qozoqcha makiyaj yozibdi, keyin yozibdi qizlar, arabcha makiyaj yozibdi, koreyscha makiyaj yozishibdi. Da. Bo'ldi. Xayr qizlar, men ketdim.